Salom yerliklar, Instagramda biz 400 mingtaga yetdik va bu raqamlarda sizning xizmatingiz beqiyos. Har biringizga o'z tashakkurimni izhor etaman. Buni nishonlash uchun nutellalik San Sebastian tayyorladim. Har xil tamli cheesecake'larni ko'rganman, ammo nutellalik cheesecake'ni hali ko'rmagan ekanman. Shu sababdan ham o'xsharmikan deb tayyorlashga kirishdim. Boshlanishiga tvorojniy sir bilan shakarni aralashtirib oldim. Keyin tuxumlarni chaqib, har biridan so'ng blenderladim. Albatta, tuxumlardan so'ng bir xil massa bo'lguncha biroz blenderlash kerak. Undan keyin qaymoq, makkajo'xori kraxmali, nutella, kakao solib bir xil massa bo'lguncha va qamoqlari ketguncha yaxshilab blenderladim. Qolipga quyib 2 xil darajada pishirib oldim, ammo bitta katta xatoga yo'l qo'ydim. Siz ham bu xatoni takrorlamaslik uchun izohni diqqat bilan o'qing. Buni qaranglar, nimaga bu ko'tarilmayapti desam, tagidan o'qib ketibsiz. Ammo shunga qaramasdan cheesecake juda ham zo'r chiqdi. Gaz pechidan olganingizda ichi liqillab, usti biroz kuyganroq bo'lish kerak. Shunda u ideal holatda pishgan bo'ladi. Tarkibi shunday zo'r chiqishi uchun xonada sovigandan so'ng 5-6 soatga muzlatgichga qo'ying. Bunaqa ta'mli cheesecake-ni hali tatib ko'rmagansiz, qilib ko'ring, yeb ko'ring, yerliklarga ham ulashing. Hurmat bilan Qunduzxon Abdullayeva.